Ushbu videoda men sizlarga qanday qilib MTF saytidan ro'yxatdan o'tish, hisoblarni sotib olish, verifikatsiya va MetaTrader hisobingizga MT5 hisobini ulashni ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda siz saytga o'tib olishingiz kerak. Sayt nomi www.mtfundedtrader.com hisoblanadi. Google ga qidirib, poisk berib, mana shu saytga kirganingizdan keyin xuddi sizlarda xuddi shunaqa oyna paydo bo'ladi. Ya'ni bu prop kompaniyani rasmiy veb-sayti hisoblanadi va bunga kirgandan keyin Start Trading Now turadi. Ya'ni hoziroq boshlash tugmasi turadi. Bu yerda one step, two step va instant hisoblar bor. One step degani bu bir bosqichli hisob. Two step degani bu ikki bosqichli hisob. Instant degani bu tayyor, o'zi simulated moliyalashtirilgan hisob bo'ladi. Siz o'zingiz birinchi navbatda mana shu hisoblar sizga qanday ustunliklar berishi, umuman hisobning qonun qoidalari haqida tanishib chiqing va siz misol uchun ikki bosqichli hisobdan 5 minglik hisobni sotib olishga qaror qildingiz va mana shu 5 minglik hisob sizning hisob kitobingizga to'g'ri kelyapti va hoziroq siz Buy Challenge tugmasini bosasiz va Buy Challenge tugmasini bosganingizdan keyin veb-sayt sizni to'lov bo'limiga o'tkazadi va undan keyin siz mana bu yerda o'z ism familiyalaringizni, kerakli hujjatlarni, ya'ni sayt sizdan so'rayotgan danliklarni to'ldirishingiz lozim. Misol uchun ism familiyani yozamiz. Last name degan joyga familiya yoziladi albatta. Country degan joyga O'zbekistonni qidirasiz. O'z deb yozsangiz O'zbekiston albatta chiqadi. Raqam degan joyda telefon raqamingizni yozishingiz kerak va eng bu yerda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan narsa email hisoblanadi. Chunki hamma login, parollar, hamma kodlar sizning pochtangizga jo'natiladi. O'shaning uchun pochtani to'g'ri yozish kerak. Va undan keyin to'lov qilishdan avval siz birinchi navbatda siz kirgizgan ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib oling, chunki bu kelasi va keyingi etaplarda sizga asqotadi. Va ayni paytda video endi qachon chiqadi bilmayman. Bizning veb-saytimizda siz birinchi marta hisob sotib olayotgan bo'lsangiz, 20% chegirmada hisobni sotib olishingiz mumkin. Va mana bu yerga have a coupon deydi. Ya'ni sizda kupon, ya'ni skidka kodi bormi deb so'raydi. Mana shu yerga siz Hello MTF deb yozsangiz sizga 20% birinchi hisob sotib olishingizda chegirma qilib berishadi. Va apply tugmasini bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda $39 5 minglik ikki bosqichli hisob $31 ga aylanyapti va to'lov tizimida juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Qaranglar, men hozir sizlarga to'lov tizimi qanday qilinishi kerakligini tushuntirib beraman. Birinchi navbatda Crypto Cloud degan bo'lim bor. Agar siz kriptovalyuta orqali saytga to'lov qilib hisobni sotib olmoqchi bo'lsangiz, siz unda Crypto Cloudni bosishingiz kerak. Bu faqat kriptovalyuta orqali hisoblarni sotib olmoqchi bo'lgan insonlarga ishlaydi. Agar sizda Visa, Mastercard, Uzcard, Humo bo'lsa, unda siz Paytikoni bosishingiz kerak. Do'stlar, eslatib o'taman, hozirda veb-saytda faqatgina Visa yoki Mastercard orqali hisoblarni sotib olsangiz bo'ladi. Uzcard, Humo yaqin orada 2-3 hafta ichida qo'shilishi kutilyapti. Lekin ayni paytda Visa, Mastercard orqali bemalol sotib olsangiz bo'ladi hisoblarni. Ya'ni siz misol uchun Visa orqali sotib olmoqchisiz. Shunda siz Paytikoni tanlashingiz shart. Kriptovalyutani tanlab qo'ymaylik, Crypto Cloud tanlab qo'ymaylik. Va mana bu tugmalarni bosasiz va proceed to payment ga bosasiz. Va biroz sayt zagruzka qilishini kutib turasiz va sayt sizni to'lov tizimiga o'tkazadi. Card holder degani bu Visa kimni shaxsi nomida bo'lsa, o'shani yozish kerak. Misol uchun bu yerda ism familiya, ya'ni Visa'ni ustida turgan ism familiya yozilishi kerak. Card number degan joyga esa siz Visa'ni raqamlarini yozishingiz shart. Ya'ni bu yerda har bitta Visa'ning raqami bo'ladi, o'sha yozilishi kerak. Card expires degani bu kartani amal qilish muddati. Va CV degan joyi Visa kartangizning orqasida 3 xonali son bo'ladi, o'shani yozishingiz kerak. Agar bu narsa vizangizda bo'lmasa, vizangiz misol uchun Hamkor bankda prilojeniyasi orqali ochilgan bo'lsa, o'sha prilojeniyaga kirsanglar, karta ma'lumotlari degan joyda CV albatta yozilgan bo'ladi. Bu narsani endi topish qiyin emas. Va proceed tugmasini qayta bosishingiz kerak. Shundan keyin country, city, zip code, adres, telefon raqamini so'raydi. Masalan uchun qaysi shahardansiz? Toshkent bo'lsa, Toshkentni yozish kerak. Zip kodga to'g'risini xohlagan raqamlarni yozsanglar bo'ladi. Xohlagan ot xonali raqam. Adres degan joyda ko'chaning nomini yozamiz va proceed pay tugmasini bosamiz.
Mana bu yerda not moving click here degan narsa chiqadi. Agar ekran qotib qolsa sizlarda ham yoki mana shu tugma sizlarda paydo bo'lsa, albatta shuni bosing. Shuni bosganingizdan so'ng sizga kod keladi, ya'ni o'sha to'lovni tasdiqlash kodi keladi. Bu sizga SMS tarzida keladi. Mana shu SMSni kirgizishingiz kerak shu yerga va verify tugmasini bosishingiz kerak. Va biroz kutib tursangiz, o'zi kartingizda pul yetarli bo'lsa, sizda xuddi to'lov tasdiqlandi yoki payment success degan yozuv chiqadi. Ya'ni sirazi sizni kartingizdan o'sha shotib to'lov yechib olinadi va o'sha zahoti sizni pochtingizga o'sha MT5 ni login parollari yuboriladi. O'sha sirazi o'sha paytda o'zida yuboriladi. Hisobni sotib olganingizdan so'ng siz pochtangizga qarashingiz kerak. Ya'ni mana shu payti shot sotib olayotgan payti qaysi pochtani kirgizgan bo'lsangiz, mana shu pochtaga albatta qarashingiz kerak. Sizga shaxsiy kabinetning login parollari va MT5 ni login parollari pochtangizga login parol ko'rinishida jo'natiladi. Do'stlar, meni ko'rib turganingizdek, hisob sotib olingandan keyin pochtamga o'sha zahoti MT-Fund tomonidan login parollar jo'natildi. Bu yerda MetaTrader hisobining login parollarini ko'rishingiz mumkin. Hozir buni men sizlarga MT5 savdo hisobiga ulashni o'rgataman. Birinchi navbatda mana bu yerda account, pasport, platform, broker va server IP degan joy turadi. Siz mana shu yerga birinchi navbatda MT5 savdo platformangizga kirishingiz kerak va new account tugmasini bosasiz. Va undan so'ng mana bu yerda broker Hija Global ekan, biza Hija so'zini yozamiz. Mana bizda chiqdi va biz account raqamini kopirovat qilamiz va account parolini kopirovat qilib olishimiz kerak. Password degan joyda account parolni yozamiz va done tugmasini bosganimizdan so'ng mana ko'rib turganingizdek уже hisobga kirib ketyapti. Unaqa qiyin emas. Ya'ni sotib olingan hisobni MT5 ga ulash umuman muammo emas. Mana shu videoda ko'rsatilgandek qilsanglar, bemalol ulab olasizlar. Endi men sizlarga qanday qilib shaxsiy kabinetga kiriladi va qolgan ishlar qanday amalga oshirilishini tushuntirib beraman. Do'stlar, pochtaga kelgan shaxsiy kabinetni login parollarini kirgizib, shaxsiy kabinetga kirib oldik. Mana boya sotib olgan hisobimiz уже aktiv bo'lib turadi. Mana accounts overview ga kirsanglar, shu yerda aktiv bo'lib turadi. Va endi shaxsiy kabinetdan qanday foydalaniladi, shu narsani ham sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, eng kerakli narsa bizga boshida account overview turadi. Mana bu yerda go to metrics degan joyga qarasanglar, bu yerda sizlar hisobingizlar qanaqa holatda, qanaqa trade qilyapsizlar, hammasi sizlarga podrobniy tushuntirilgan. Bu yerda hamma narsa professional darajada hammasi tushuntirib berilgan va mana bu yerdan savdo hisobida savdo jarayonlari qanday ketayotganligini bemalol kuzatib tursanglar bo'ladi. My orders bu sizni sotib olgan hisoblaringizni ro'yxati turadi. Misol uchun biz hozir $31 ga hisob sotib oldik. Mana bu yerda ko'rinib o'tiribdi. Withdraw profit degan joy bu keyinchalik siz hisobingizda imtihonlardan o'tgandan keyin pul yuchish jarayonlarigacha borsiz, siz pul yuchishni withdraw profit bo'limida amalga oshirasiz. Va birinchi o'rinda misol uchun account, funded account bu yerda keyinchalik paydo bo'ladi. Fund account tanlaysiz va qancha pul yuchmoqchi ekanligingizni tanlaysiz va undan keyin withdraw payout tugmasini bosganingizdan so'ng prop kompaniya sizni arizangizni 14 soatdan 72 soatgacha bo'lgan vaqt ichida ko'rib chiqadi va qonun qoidalariga amal qilingan bo'lsa, albatta tasdiqlaydi. Do'stlar, bu yerda verification degan tugma bor. Ya'ni verification nima? Qachonki siz belgilangan imtihonlarni o'tganingizdan so'ng shaxsingizni tasdiqlashingiz kerak. Ya'ni siz verifikatsiya jarayonlaridan o'tishingiz kerak. Verifikatsiya jarayonlari mana shu yerda amalga oshiriladi. Verify account turadi. Verify account hozir bizda yopiq, chunki biz hali imtihonni o'tmaganmiz. Biz challenge hisob sotib olganmiz. Agar siz instant hisob sotib olsangiz, sizda verifikatsiya tugmasi o'sha zahoti ochiladi. Bir yoki ikki bosqichlikni sotib olsangiz, qachonki imtihondan o'tilgandan keyin verifikatsiya tugmasi ochiladi. Verifikatsiya tugmasi ochilgandan keyin nima qilish kerak? Do'stlar, ikkita harakatni amalga oshirish kerak. Birinchi navbatda pasportingizni asosiy yuzini skaner qilishingiz kerak. Ya'ni bu narsa telefonda amalga oshiriladi va ikkinchisi o'zingizni yuzingizni skaner qilishingiz kerak. Mana shularni yuklab qo'yganingizdan so'ng ma'lumotlar to'g'riligini avtomatik tekshirishadi va verifikatsiyangiz tasdiqlanadi va undan keyin
do'stlar, Contracts degan joy bor. Contracts bo'limi ham qachonki siz funded bosqichiga o'tganingizdan so'ng ochiladi va bu yerda kontrakt paydo bo'ladi. Kontraktni imzolab, bu yerga yuklaganingizdan so'ng prop kompaniya va siz o'rtangizda bu kontrakt hisoblanadi. Prop kompaniya bu narsani ko'rib chiqib, sizni tasdiqlaydi. Do'stlar, men sizlarga endi shaxsiy kabinetning ichidan ham qanday qilib prop hisob sotib olishni ko'rsatib o'taman. Bu uchun siz Get Funded bo'limiga kirishingiz kerak. Va qolgan etaplar boshida hisob qanday sotib olish kerak bo'lsa, o'sha bilan bir xil. Prosta saytning ichida ham Get Funded tugmasini bosib, to'g'ridan-to'g'ri hisoblarni sotib olsa bo'ladi. Do'stlar, men o'ylaymanki, mana bu videodan keyin sizlarda ro'yxatdan o'tish, hisob sotib olish va verifikatsiya jarayonlari haqida umuman savollar tug'ilmaydi. Agar ortiqcha qanaqadir savollar tug'ilsa, saytdagi poddershka xizmatiga yozib, bemalol o'sha zahoti javob olishingiz mumkin. Va albatta, MT Funded Trader YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.